Do'stlar, grill apparat, grill sezon, grill bilan soqa qilaman deydigan ekanmiz. Xudo xolasa, eng qiziq tomoni, lokatsiya zo'r bo'lsa, narxi zo'r bo'lsa, do'stlar, hech qachon o'lmaydigan, doim foyda beradigan biznes bu grill biznesi. Ya'ni tovuqlar ishlab chiqarish biznesi. Narxlari, xudo xolasa, stanoylarimiz keldi do'stlar. Hozir mo'lan qo'yib qo'ysam joyiga. Narxlari bilan tanishtiraman. Polni gazli, gazsiz bor, to'kligi bor. Xudo xolasa, Xitoydan kelgan do'stlar. Mana shu bitta qo'yganda 6 talik, 6 taligi nechta? Bu to'kligi. Nechta grill to'q? Bir siqqa 5 ta. 5 tadan xudo xolasa 5 ta, 15 ta, 18 ta. 18 ta to'g'ri pishiradigan do'stlar, narxi $1250 do'stlar. Buni kichkinasi ham bor, arzonrog'i. Birinchi bundan boshlab turib, soqa ko'paysa, keyin buni olsanglar nima bo'ladi? Gazligi ham, gazsizi ham bor. Bunisi to'kli bo'ladi, tentli bo'ladi. Har bittasini tenti. Operator ulgurmay qoldi. Do'stlar, operatorimiz yaxshi olyaptimi yo'qmi do'stlar? Like qo'yinglar, bechora. Mana shu u yoqdan bu yoqda sizlarga kadr chiqarib beraman deyapti. Xo'p, operator keling, bunisini ko'rsataylik. Bu mana gazligi ekan. Ya'ni ichkarini ochganimizda bunda ham shu 6 ta sig'adimi, 5 ta sig'adimi yoki ozroqmi? 5 ta 5 ta tovuq chiqadi. Bittasiga 5 ta chiqadi, 15 ta tushadi. Ha, 15 ta do'stlar ekan. Mana gazni metni yonadi do'stlar, ko'rasizlar mana. O'zini maxsus garelkalar bor, super ekonomik garelkalar. Qizdirganda temirni qizdirib, keyin tovuqlarni ravnomer beradi. Gaz yoqib o'chirish texnologiyasi bor. Mana buni ishlash oson, yoqasan, o'chasan bo'ldi. Xo'p, buni narxi xudo xolasa $600 do'stlar. Kichkinasi $600, pastda to'kligi bor, tepada gazligi bor. Bu ikkovi ham gazli ekan, adashib ketibman do'stlar. Shuni to'kligi ham bor, mana. Xuddi shuni to'kligi ham bor do'stlar. Endi kattasi mana buni ikkovi to'klik do'stlar. Bular aytgandek $1250. Ha, mana gazligi bor. Gazligi xuddi shunaqa mana, qaranglar. Bunda ham mana bu yerda gaz. Endi grill apparat biznesi har doim zo'r bo'lgan. Bunaligi o'xshamaydi, yemaydi, bo'lmaydi deyish uyat bo'ladi. Sabab qachon siz oxirgi marta grill yedingiz? Like qo'yib, kommentariy yozib qoldiring, chunki grill har doim hamma yeydi. Yemagan odam esimdan chiqarib qoldim. Lokatsiya zo'r bo'lib, marinovkasi cho'tki bo'lsa, doim soqa keltiradigan biznes. Xudo xolasa, kimgadir kerak bo'lsa, grill apparatlarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Ishlashi shu to'kkulaysiz, plus tomoni oyoqlari bor. Mana bularda oyoqlari bor, bularda oyoqlari yo'q. Oyoqlari borlarda aqabaqa jildirsa ham bo'ladi. Endi buni ishlashni bilgan odamlar o'zi farqiga bilishadi. Pastda yog' oqadi, yog'ini mana aytdim deb sug'urasa ham bo'ladi. Agar yana bitta narsa bor, to'g'ri yog'i bu ko'p odam grill yog'i u bu deyshadi. Eng zo'r yog'lardan bittasi grill yog'i bo'ladi. Dietetski toza bo'ladi do'stlar. Xolesterin bo'lmaydi unda. Ovqatlarga ham ishlatsa ham bo'ladi. Maza qilib, ovqatning mazasini ham zo'r beradi. Past ekranda raqamini qoldirib apparatlarni biz hozirgi paytda apparatlar optim chiqaradigan joyda biz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Lavash apparat deysizmi, grill apparat deysizmi, non apparat deysizmi, odam apparat deysizmi, odam apparat hali chiqqan yo'q. Lekin qilishyapti do'stlar. Pastda nomer qoldirdik.